Hop, shurus salnik ketgan oqib yotuvdi mana holati. Salnigi ham tamom bo'lgan. Hop, 32 ga 50.4x1 shu salnik tushadi. Agar bundan bo'lmasa 32 ga 50 o'zi ham tushadi. Chetiga germetik qilinadi, qoqiladi. Keyin mana bu atrofida turadigan salnik bo'ladi. Bu salnik 75 ga 102 salnik. Shu mana bunda turadi, mana bunda. Shu yerda turadi. Shu salnik. Bu salnik chiqmasa mana bu anu chiqmaydi. Palos chiqmaydi, palos. Buni chiqargandan keyin buni narigi orqa tomondan uriladi. Orqa tomondan urilgandan keyin ehtiyotkorlik bilan urilgandan keyin bu chiqqandan keyin palos chiqadi.